2025-yil 12-noyabr. Mana kim ko'rgan bo'lsa, eslasa, masjidga go'nglagandik. Shu go'nglarimizdan cho'lchanglar olish uchun yashillarda qo'ygandik endi. Chiqqanicha chiqqan. Rosa ko'p cho'lchanglar. Ularni endi hali ko'p o'tib usbet qilmadi. Endi bizga vaqt kamroq. Shuning uchun qolganini xudo xolasa bahorda bolgarskining ichiga soladigan go'ngimiz chirib, uje yeb bo'lgandan keyin gratkal har bitta gratkalariga nima solib chiqamizda, go'ng qo'yib chiqamiz, chianonlar nimalarda. Yashillarda bu yil qilganimizdaqa gratkalarni o'rtalariga biroz qo'yib chiqsak, ana shuna qilib bulardan hali xudo xolasa rasa ko'payadi ham. O'zi sveji go'ngga borgandan keyin bu biyagomuz ichida boradi ko'proq. Nimani hisobiga? Chuqurchalariga go'ng solamiz, o'shani hisobiga ichiga boradi. Endi bu yerda nami ko'proq joyga yaxshi chiqqan, nami kam joyga chiqmagan ko'p cho'lchang. Yashilliklarni sirazi bu yoqqa bo'shatyapmiz. Bu tomonga sveji chala svejiga tashlayapmiz. Cho'lchanglarni endi yaxshi chiqqanlari qanaqa? Bunda ham unchalik ko'p emas ekan. Bitta nima o'zida ancha bor. Endi buni chiqqan joylarini ko'ramiz. Mana hozir mana shu yashigimizni aytgan yerga ag'daramiz. O'shani ko'ramiz qani. Bunisi endi yaxshiroq chiqqani, u hamma yashik mana shunaqa degani emas. Yaxshiroq chiqib qolgani. Namligi, yashikda namligi yetarli darajada bo'lib chiqqanlari. To'la bo'lib qolgan. Boshida bu tomonida maytlarda o'zi unchalik cho'lchang kam edi, bor edi-yu, hisobi kam edi. Ana hozir yerlagan, to'kilib ketdi hamma joyga. Bular endi sveji go'ngda bu yoqqa yoniga bu chirigan go'nglarimizni olib bo'lgandan keyin yoniga bunday qilib yoyib yuboramiz bularni. Keyin ustiga sveji go'ng tashlaymiz. Sveji go'ng tashlaymiz, qanchalik o'ziga o'zi ko'payib ketaveradi. Bunga o'zi mana shu go'ngni svejiroq joyidan qilib mana shu yashillarga qilgandik. Bu iminda borib sveji go'ng olib kelmagandik. Agar sveji go'ng erinmasdan sveji go'ng olib kelganimizda ancha ko'p chiqqan bo'lar ekan. Chunki o'ziga o'zi namligi ham yaxshi turadi. Shuni hisobiga ham ko'proq o'tardi. Bularda qaysi birida qanchalik o'tgan bilmayman mana. Bu ham yaxshi o'tibdi, zo'r o'tibdi bunga ham. Yana o'tgan, taglarida qolib ketgani bor. Buni imkoni yo'q. Nima bilan olaveramiz? O'tib ketaveradi, biz ekadigan joyimizga boradi. O'sha yerda ham o'zi ko'payadi, o'ziga o'zi ham. Chunki sveji go'ng tashlaganimizdan keyin o'zi avtomatik yerdagi cho'lchanglar ham o'zi keladi. Bu yil qilganmiz, rezultatini ko'rganmiz. Xudo xolasa yana shuna qilamiz. Bu yoqlarni bilmadim endi qanchalik. Bu yoqlarda ham ko'p.
Bu yoqdagi go'nglarimizni hammasini bitta joyga yig'yapmiz. Xudo xolasa go'ngimiz ko'p ekan. 30 sotikka pashti 2 kosadan soladigan bo'lsak, oddiy kosada shunaqadan hisobi yetarliga o'xshab turibdi hozircha. Bularni endi bitta joyga yiqqanimizdan keyin bilinadi qanchaligi. Go'ngli ham yomon emas. Sifat darajasi ham yaxshi. Mana. Bu cho'lchanglarimizni bu yoqqa qo'yib yuboramiz. O'zi avtomatik o'zi yig'iladigan, keladigani bo'ladi. Biz har joydan go'ngga, baribir hamma joydan yig'ilib qoladi o'zi. Shunaqa qilib ham yaxshi ko'payib ketadi. Bu qarasa, imini ko'p cho'lchang olib kelib, tashab, asobiy unaqa shart emas. Go'ng tashlansa o'zi cho'lchanglar har joydan chiqib keladi. Bular endi biz o'zi arzimagan 400 milli olganmiz o'sha vaqtida bir 5-6 yil oldin. O'shandan yoqqa olamiz, bu yoqqa olamiz go'nglarni. Bitta bo'lib bo'lsa ham ko'payganlarida bular endi bizga. Hozir o'zimizga yetarlicha bo'lib turibdi. O'zini bilmayman. Bunda ham mana shu Kaliforniya yomg'ir cho'lchangi deydimi? Shunaqa. Bu yerda endi aralash, chatish bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Bizga farqi yo'q uni. Toza bo'lish shart emas. Bizga go'ng deyib, shuni nima qilib bersa, chiritib bersa hisob. Mana bu yilga bor chirigan go'nglarimizni elekdan o'tkazib olib, hammasini olib kelib qo'ydik. Endi bo'lsa kerak 2 persepdan oshiqda bitta bilmayman, yana ham. Bunisi ochiqda turgandi, ozgincha namda. Xo'p. Chuquriga tashlashga chirigan go'nglarimizni tayyorlab olgan bo'lsak, endi xudo xolasa pomidorlar hali bo'shamadi. Bo'shasa pomidorlarning o'rnini tozalab, haydab, yoqqa ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Endi qiladigan ishimiz bolgarskiy uchun svejiy fermani go'ngidan zakaz berib qo'ydik. Endi erta-perta olib kelib bersa, 5-6 mashina olib kelib beradi. Shu 30 sotikka xuddi o'tgan yilgidaqa qilib chiqamiz. Hali hozir qanaqa bo'lganini ham ko'rsataman shuni. Bu yoqda 10 sotik teplisani polni oshib tashladik. Chunki oxayk sepgandik bahorda. Bu prosta kilonkalari yirtilib yotdi, ko'p joyi qishga chidamaydi deb ochib tashladik. Mana ekilgan joyimiz. Mana shu o'rtasiga yerda tekis qilib haydab, o'rtasidan ariq ochib, bir lapatga bitta joyga go'ng tashab chiqamiz. Ustidan somon, ustidan sholni qipig'ini tashab, mana shu yuradigan yo'limizdan bunday qilib turpoq otib chiqqanmiz, ikkita tomondan otilgan. O'shani hisobiga drenaj, katta drenaj bo'lib qolgan. Shu drenajdan ko'rsataman. Mana o'sha o'tgan yilgi qilingan drenajlar mashina tagida hozir tayyor biogomslari ham bor. Bu yoqlarni olib bo'lganmiz. 3 ta teplisani, даже 4 ta teplisani olgan ekanmiz. Bu tomonlarni olmaganmiz. Endi to'g'ri vaqt bo'lmadi. Shu bilan endi haydab yuboramiz. Ishda
Ola olsam hozir ko'rsataman agar qanaqa bo'lganligini. Mana sholini qipoqlari ham turibdi. Endi sholini qipoq chirimaydi uncha-munchaga. Shu yoqqa svejiy go'ng tashlaganmiz bahorda. Bu endi tozisi begona bo'lib turibdi. Xuddi o'sha salafan qoplarda sotiladigan begomizdan xuddi shunaqa bo'lib turibdi mana. Tiniqligi tiniq, qop-qora. Mana ideal deydi-yu. Shu ideal. Xuddi shu mana shu ikkita chekkaga ekilgan 38 ga 78 yuradigan yo'limiz. Ko'chat bilan ko'chat orasi 37 dan bo'lgan. Mana shu 10 sotiylik teplisamizga 4 mingta ko'chat ketgan. Yuradigan yo'limizga muammo bo'lmagan. 78 sm bo'lsa ham mazza qilib yuradigan darajada bo'lgan. Hech qanaqa bir odamning ustiga tegadigan ham bo'lmagan. Tepaga qarab baylangandan keyin 4 ta 5 ta shox qilib baylaganmiz. O'rtasiga tashlangan chirigan go'ng mana shu yerda haydab tekis haydab turib ochib tashlangan go'ng. Mana keyinchalik mana shunaqa bo'lib ketgan. Bulardan chuvalchanglar olganmiz biz qancha ichidan. Buni elansa agar toza qop-qora o'sha yengil lekin yengillik ham shunaqa. Bu yil xohlasa endi 1-2 kunda boshlab qolsak kerak. Endi go'ng olib kelmayapti. Go'ng olib kelsa tezroq boshlaymiz, chunki 30 sotiyda hammasiga mashina qilib har bittasiga drenaj qilib, go'ng solib, sholini qilib somon solib chiqquncha ham o'zi o'tgan yilgi 10 sotiyda 3 ta odam, dadam, ukam, men uchalamiz 10 kun qilgandik 10 sotiyda. Bu yil o'zi 30 sotikka почти 1 oy ketish kerak bo'lsa, ertaroq harakat qilamiz imkoni boricha. Bu yilga somon yo'q, somon olib qo'ygandik o'tgan yili. Bu yilga somon yo'q, endi somon sotib olamiz. Sholini qilib sotib olamiz. Somonlarni bilmaymiz, narxlari ham rosa baland bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat.